yana bitta ma'lumot, devor yorilib ketishi, suv yorilib ketishi ko'pchilik noliydi. Bunga asosiy faktorlardan bittasi g'ishtni to'llamasdan urishida bu. Buni qanaqa qilib urish kerak? G'ishtni har bittasini urayotganda to'llash kerak yoki suvoq qilayotganda suv bilan yoki gruntovka yoki sho'r suv bilan yuvorish kerak bo'ladi. Nimaga desa, bu tarashasi chiqib turgan g'isht sirazi ustidan suvoq urilgandan keyin suvoqning namini sirazi tortib olgan hisobiga devorimiz yorilib ketadi. Shuning uchun suvoqning ustidan suv urib olish kerak. Uni ham qanaqa urish kerak? Oqib ketadigan darajada urib bo'lmaydi suvni. Biz bu Asakadagi obyektimizga bitta решение qilganmiz. Klient cho'ntagiga ham foyda, hamma tomonlama foyda. Bunisidan sirazi biz reyka to'qib, NDF ishlarini taklifini berganmiz. Ko'rib turibsizlar, xudo xolasa devorimiz ideal darajada tekis, sifatli bo'ladi. Suvoq qilish, uyon chiqarish, shaytonni chiqarish degan muammolarni ideal darajada NDF bilan dekor qilib, chiroyli qilib ishlab olamiz.